İslamcan akam şu tadbiq degan huquqning bir ta'bir berib baqsangiz, uni qaysi jihatlardan o'yladingiz? Tadbiq deganda men bu shu yuqorida o'g'lik huquqini qildik. Lekin insoniyatningki aql farosatga aql farosatda o'tib qo'lish usullarini deb o'tdik. Tadbiq mana şu insaniyat yaratgan yuqoridagi bo'lib yashash, olib yashash, otopos yashash. Biz buni o'g'lik yashash kerak. O'g'likchiga mana mush alayliklarning hammasini qabul qilgan. Shu orqali o'zining kamalini to'ldirgan, lekin milliy alaylik bo'yicha o'zining bo'g'ilidagi o'g'ilmishdek bir donishmandni dunyo topamaganlik uchun yana shu donishmandni tepish, shu donishmandda yashash degan gapim. Muşinakda özümüzü tatbiqlash meselesi. Ben bununda biz özümüzü tatbiqlagan vaqtida o mandat taraflarga qildim. Birisi har bir adam özünü tatbiqlaymiz desa bu herkes men Leyfondan o'rganaman, men Sadir Palvondan o'rganaman, men Nozigimdan o'rganaman deganlar gap emas bu. Bu shu Sadir Palvondagi ruhni o'zingizga singdirish meselesi. Ha? Endi aşağıdaki alimlikle özünü sındırış meselesi. Yani öğütülmüş ne, bugünkü öğütülük kılıp hesap çıkış meselesi. Bu tatbiq mana bu işten mazmunun özü çıkardı. Bununla mesela tarihi misallarını göz aldığımız keltiriş oldu. Mesela Yusuf Hasacip boğumuz muşunçula hayvetlik bir ilim sistemini kurup çıkışta qanday oldu derse o şu zamanlarda mesela nahayet köp rezaletler çekti. Onunki orada illegal ottağa yeri nahayet şartlık. Lekin şu ilimge, şu bertliği yetiştirdiler yanı nahayet mürekkep. En ahırda bu adam, şu adam muşunçular ideyalarını oturup kalan vaxtda nur bulgan ruhani, hurafi adamlar şu Yusuf Has Acib'den fikirler, yani öldürülmüştüm fikirler koşulmasın. Ulanı her taraftan argı ammay, boz ketken, bunda kapta taraflar var. Şuna boğalık için bu adam bu. Ne çıkarttım özü biraz kavşağım derken bu peslerimi kızım kömüsü. Muşunda bir özü münafık. Bu yüzden daçalıştaki adamlarını kızım kömüsü. Ben bu taldek, tallak kitip, kutu kiyiktek bir demeyip yüzem var. Ben şahidat yaşsam var. Muşunda bir özü bulgan var mı muşunda bir cemiyette tüzemizse. Şu an ki kula peşkinin bu yaşayıtı geldi. Ne dedi? Yusuf Has Acib'den bu karıştırdık dersi nemine giriyoruz dediyse. Bana muşundak bir şarayet, muşundak kıyınçlıkla bozma. Lakin bu adam ahir işi turup şu ilimine izlenip en ahirde devlette tüzdüğa terakki özü yitip vardı. Özü bir insanı kamil bulup gidildi de. Yani bununla mesela Celal-ı Rumi Hazretleri dünya boyunca hem milletler görüvatkan katta maşayih. Celal-ı Rumi'ninki şu Mesnevi diyen kitabı hazır bütün dünya boyunca İngiliz diliga, Rus diliga, Nemis diliga öğrenilip hatta yakın anlasam Hanzu dilim çıktı deb anladım. Bizden Mehmet Kakır'ninki kavrisi enipilgan vaqtida mo qilib Emrislan Qazi Asho shu joydagi Qashqarninki qozi alim aqlim deb katta olim shu qabristonlikqa yani Mehmet Qashqarninki qavrisiga mo'qib bergan kitap şu. Mesela şunu yazgan kişi bilen en yakın bir dostu Şemsiddin Tebriz diye adam var. Şemsiddin Tebriz'i mi? Hakikat izler. Onun aşı Nişapur'un aşı Künyağı bağlan. Bu adam şu Celal-ı Rumi'yle şu uçlaşkan vaxtda bu işkeylerinin ki bu adam pimandır, toşkan alımlardır. Kur'an-ı Kerim'e emez, Kur'an-ı Kerim'den başka nur bulunan dini kitaplarının hemimizi temsil kılıp şu adamlar en ahırda şu kitaplarla malolashlar to'xtamay en ahırda bulak sonu bulakning o'zini ichki-ichiga kelgan. Buni men gapirsa har kim o'z qalbida bir ijodiy fikrda bo'lish yashashning en oliy mezoni deb qaragan. Bunda bizningki shu tatbiq deganimiz
Mana bizning ko'nglimizda Yusufning ko'ngli bo'lish kerak. Jaloliddinning ko'ngli bo'lish kerak. Shamsi Tabrizining ko'ngli bo'lish kerak. Endi ular insoniy komil degani qanday tushungan? Insoniy komil mana shu o'zini tamamen o'zi tanrı bilan birlashib ketgan, koinot bilan birlashib ketgan. O'zining umuman aql parostini koinot bilan birlikda topalaydigan bunday odamlar. Tadbiq qilgan vaqtimizda biz bu kitobdan o'z imtihondan o'tdik. Biz o'zi ma imtihondan o'tdik. Ma'ni yodlab oldik emas. Bizning da'vatimiz mayli Qur'oni Karimni o'qigan ulamo, mayli bizningki fanni oliy maktablarimizda o'qiyotgan professor bo'lsin, mushlarning umuman fazilatida cho'qim shu kitoblarni tayyor narsalarni yodlash emas, yangidan o'zi masalan o'tirib qo'ygan. O'zidagi kamchilik yerlarni topalaydigan odamlar bo'lish, ya'ni suni buloqning o'zidan ichish. O'zini unutgan holda tabiat qonunlariga o'zini to'g'rilash. Mushu masala bizningki mushu tatbiq deganimizga birinchi ish. İkinci işini verseniz biz şu çok bir o'zi Şinjan Uyg'ur Abdumur rayonininki biz asosliq qo'lliq a'zosi biz shuningki bizning nomimizga shu Abdumurga qurilgan. Bu rayon qanday rayon? Bizda bu tarixdan buyon o'zining tabiat, jo'g'rafiya aloyiligini bo'yicha kam bo'lib qolmasdan bu nurg'un dillarga havasliga hatto dillarni ijod qilgan, dillarni qabul qilgan qizg'in e'tiqodchi rayon. E'tiqodchi bo'lganlar uchun bu rayonda biz masalan o'zi Qur'oni Karimni diniy masalalarni to'g'ri turish, ya'ni Qur'oni Karim ilm. O Allah'ın kalami tabiattaki tört tadı, yani su, toprak, ot, havadan ibaret tört ilmette kurulgan muşi dünyanı yiyişip, düşündürüp, şunun kanuniyetlerini cemiyet tedbikla, bəxtlik hayat göçürüşke yol gösteren mayak. Eğer biz bu kitap bunda kılmasın, biz onun mezmununu bilmeyi duralım. Kainatlarını Kur'an-ı Kerim'in ruhu boyunca ügenmeyi, yani tabi bellerini ügenmeyi, müşahit kılmayı, onu tehdit kılmayı. Bu Kur'an-ı Kerim'ini Arapça okup ve yadıla, bunun mezmununu çüğü ve ömür vayısı ötüp gideceğimiz, biz her gün yaxşı edep bulamayız. Yani biz zaman layık edep bulamayız. Hem yaxşı Müslüman mı bulamayız. Bu mesela biz dini rayon bu sözde başka yerden de işte açıklığı bizim rayonumuz dini rayon bağlı. Biz de şu elhamdülillah şu Müslüman katarda boğaldığımız için özümüzü tatbikla vakti birisi alimlerimizi tatbik kılıp anda bulaklı sunu bulaklı özde iştirilse ikincisi bana boşunda yadılam ki doğram ki başkalarını doğraydıgan Arap telaffuzundan katma Kur'an bulgan lekin özünün vatandaki ululuğunu tanımaydıgan bundan bir münafık yoldan giriş meselesi. Bu Müslümançılık elbette çokum muşu kitap bilen tabiatın münasebetini, kitap bilen adamın münasebetini, kitap bilen biz yaşayan devletin münasebetini, kitap bilen bizden kendisi gelecek baht saatimizni birleştirdiğin bir yol ben meniş gerek. Benimki davatım muşu Kur'an-ı Kerim ve başka dini kitaplarını okuyan vaktimizde biz çokum penli kitaplar okusak elinde doğru düşünüyoruz. Bu dinle biz dinini penden birleştirip ikisini zıtlaştırmaya eğilip bırakıyoruz. Eğer biz aşıp penni okudum da bunu red kıldıkemiz, bunu okudum da bunu red kıldıkemiz bence bir tamponsuzluk oldu bizim rayonumuzda. Şu an Şinjan'da yaşayan her bir kişi bence tedbikatın ikinci manasında dini meselelerge, dini kalamlarga, penni meselelerge, penni kitaplarga müşahede to'g'ri muomala qilib, çokum hozirgi zaman talabadagi ilmiy taraqqiyot her ishki pen ve dinni zamanda yaşaş, kuchayirish, o'zimizning kelgusi istiqbolni qo'lga kiritishga xizmat qilish masalasi muhim o'rin turdi deb qarayman. Uchinchi masala bu kitaplar meselesi. Üçüncü mesele menimce
evliya, enbiyalar meselesi. Biz Resulümüz Cenab-ı Resulullah'ın ayrılgan ki ahvalda peygamber yok. Onun oldu yüzler peygamberler var. Bizdeki kıssasıl ayıran yazar kıssasıl enbiya şuranın hatırısı. Bu şu çağdaki evliya peygamberler o Huda emez. O şu çağda bazı zamandaki hakiki sonu bulaqlık özünün içidiğen, yani öz vicdanı bilen, özünün kalbide icari oylaydiğen, özünün hayatını kurduğan, öz hayatını başkalarının rızkıga çansanmaz asasında halal ötküzüşke cüret kılgan adamların ki okşaydıgan kişiler. Şu vakıda bazı vehikeye, bazı vehikemliğe. Şu çağdaki şu peygamberler, şu çağdaki tutmakkan bu yolları biz bugünkü şunu yadıla vermeyi bugünkünde şuna okşaş tırışcan Allah'ın tabiatını düşündüğün onun kadar pedekli düşündüğün dünyanın düşündüğün adamlarını özümüzden arasını görüşken özümüzden arasını o konu yadıla vermeyi bugünkünde şunda alimlarını, şunda peygamber evliyalarını biz en ahir elçi peygamber vermişiz, biz evliyadık alimlarını aramızdan çıkırışka cüret kıldıgan hem de şunda adamlarga kan qo'san haddisi özümüz bilmegen narsani onu bilmedim bunu bilmedim demey taga bilmek manda qildi deb ağırmışım beslen hozir nurg'unliq adamlarni bu romanni o'qidim bu hikoyani o'qidim to'g'ri romanni o'qigan hikoyani o'qigan siz yaxshi ish qilibsiz lekin bir ilmiy kitobda xat yaqinib 10 qatim o'qib uning mazmuniga ishni tushunsangiz 100 qatim roman o'qigandek bo'lasiz. Ben okuyayım, ben bilmem ki mesela bu kitap yazgan vaqtda ben minglab kitaplarni o'qigan bo'lish mumkin. Men kitap o'qigan bo'lsam, hech bo'lmaganda bir necha 100 parchalab kitap o'qiyman. Shu o'qish jarayoni nima desa, emniyatda o'zimning mush ideyasidagi, mushunda xurafiy narsalarga yoki bo'lmasin o'zi o'tmishdagi narsalarga bog'lab qolgan juga hayotni unutib ketgan o'zlik. Yani an'anaviy xurafiylaşgan narsalardan biz o'zimizni tatamoq taraflarini tuzish uchun. Nurgun adamlar bilim almagan, bilim bilan qurollanmay turib, chikakdek saklab turib turgan bir og'iz gapni tanishib, bir-birini zidlashib yashaydi. Bu musulmonchilikning yo'li emas, zamonaviy bo'lishning yo'li emas. Zamonaviy bo'lishning yo'li cho'qim hozirgi zamon ilmdan yaxshi birlik yugunib, shu avliyolarning şu evliyatınki hazır izbasarları bo'lgan adamlarni aramızdan chiqarishga, madad berishga bir yaxshi axloqiy bezat turilishi kerak deb qarayman. Bu bir to'rtinchi masala. Beshinchisi bu masalan eng oxirida biz o'g'lik bo'lish uchun odam tadbiqlayapmizda o'g'lik degan qanday narsa degan gap bayondagi bu go'yo ya'ni bizning ko'nglimizda bir xil urug' buluş gerek. Bu uruk deme, hakikat konuşur. Meyli tabiattan olsun, meyli cemiyetten olsun, meyli bizim cismani kuruluşumuz gibi olsun. Tabiat kanununa, cemiyet kanununa, bizim yaşaş kanunumuz uygun kıldıran hakikatlerine başvuruş. Hak bulmayan narsaların çıda, berdaşık bir kardeşlerimizi düşündük. Özümüzde iddi azadlıkla eriştiriş gerek. Muşu da bu vakıda xuddi Xemitroç Xemeni bulduğanda bir tal uruktan bir tip taraf bölüp çıkanda bizden milletimizde kökleş bulundu. Eğer bizim kalbimizde onda bir nimi yok, doğru edikemiz doğrugan degen mangu yo'qolish degan gap. Mangu ajizlash, mangu aqsitmash, o'milish degan gap shu. Bu doğraş ma'lum taraflarda uni taqlid edish, o'rganish, o'zaro almashtirish bo'ladi. Lekin har bir odam bir yangilik yaratsam deydigan bir tugunish, Xudoning mening ko'nglimni agar o'zi diniy ibodat qilgan odam bo'lsa, menimcha ko'nglimni mening dengizdek kang qilsam, Alloh, tog'dek cho'ng qilsam, men mo seninki ulug'lig'dek bo'lsam deganni duo qilsam, menimcha ibodat bo'ladi. Ham shu ibodat degan mesela pan o dashot o'qiyotgan, bir butun vujudni o'qiyotganlarning ibodat. Her bir odamning ijodiyat qilib shu yerda
bizimki şu halkımızdan olgu besiş için tırışıp yazışlar kılattığında ibadet. Her bir adamın tırışıp etizdirişi ve şuna teknikle özleştirişi, her bir adamın çarı bekişi ve başka kargan etişi şu bir ibadet. Herkes bu neslerini bizden hayatımızda kovalayan yaşlı hareketlerini dinle zıtlaştırması lazım. Biz devamlı 5 perzde ada kılmayız diyen bilen billah, en mühimi bunun mezmununu düşünüş. Bunu hayatımızın hareketine aylandırış bir orun turdu. Endi başka yerlerde bu da deyişten ayıcıq. Lekin bizden ki bir dini rayon boğaçka, bu aralaş sözleş doğru yolda, bu cihetlerini özümüzü tetbiqlab, şu tetbiqlayan neslemesi insanın cesareti, insanın akli, onun paraziti tamamen özünün tırışçalığıdır. O otelden kaçta o şeydi. O ne? Gülçeki, nekşkili, alemci bahak setişim mümkün. Onu bilmeyin, taşlı öter. Teklamakandan kumadı tapamazlığımız mümkün. Menimce biz aşağıda radikal alda, ya ki Arap sözü içkili biri olup kıramladık. Ya ki biz kitabı orta mektepten dersde ya ali mektep dersi okup kıramladık. Biz kıramladık. Hem de şununla birlikte başlar mesele kılavatkan vaktimizde biz goya kum çıkavatkan taş. Biz ulan azat bulup dilimizde erkek fikri koyup bir tırışıp bugün vatkan algı mesele vaktimizde goya biz öglük. Uçakta biz nakş. Gül buluşumuz mümkün. Terbaklaşmam boşuna düşünme. Ondaqda şu ta'lim hukumatına düşünürüz. Ta'lim deyildi. Ben şu ögülükne 4 hukum boyunca tasavvur kıldım. Hukum. Ögülük hukumunu kanday düşünürüz. Onda olsa onunla respeten hukumunun ki aksıda onunla kanday udum buluş gerek. Kanday udumunu kanday tatbiklayımız. Yani insaniyetin aklı parasatı östürüş tecrübelerini kanday tatbiklayımız. Tatbik meselesi. Üçüncüsü. Dördüncüsü şu ta'lim. Ta'lim dediğimizde insan umumimizlik özü ta'lim terbiye elip barımız. Bu ta'lim terbiyeni elip bağa vaktimizde mektep terbiyesi, cemiyet terbiyesi, aile terbiyesi, şahsi ta'lim terbiye var. Ben bu işin içinde hem de ta'lim terbiye dediğimde ummakı vakayacakta bir özü yaramaz edemge, konuda bir özü heves yok edemge. Her kaçı alıp dersi üstüme menenci o edem. Tamamlık yani öz bilgende kılıdıqan turdu. Kaç bir edemini öyle versek var tam var. O özü çıkmış sırlık yetkendek iş. Bu mağarif şekli değil mi önce? Ta'lim degende talan her bir edemden kalbi kömülgen sırlık ot. O ne? İkinci adamın kalbide o otun buluşunda hatayın. Bu xuddi dünyadaki barlık insanlar birbirine okşamagan da, gerçi adam şekli okşaş bolsa mı, çıray şekilde her bir adamda fark bolganda, talantımışda fark var. Bunu açılan adam özü, her bir adamın özü. Mesela özü bir adam şu özü belik tutuşqa heves kılsın, bir adam kuş oğlaşqa heves kılsın, bir adam bolsa bağ etişqa heves kılsın, üç adam da fışkır talant özü çıkıdı. Fışkır adamın hevesi içinde yürüyüp bozar. Eğer o üç adam tutkun kılıp apırıp şey sağsın, o bir adli bir işçi, şu adam bir hayattan elip cambakta edip bayılıp kalır. Şuna başka bu adam şu ta'lim terbiye meselesinden benim karşımca aile ta'lim terbiyesi intayım mühim, mektep terbiyesi mühim, cemiyet terbiyesi mühim. Bunların her birisinin özü layık rolu var. Lakin en mühim terbiye, ta'lim özünü terbiyelaş, özünü yaratiş, özlüğüden ügünüş, bu benim ta'lim terbiyenin yadrosu. Şuna başka ta'lim degan vaqtda ögülük özünü terbiyeleydi. Öldürülmüş ne? Karakanın padişahı terbiyeleyemeydi. Tiyip cennine bütün bozuluk bir şey kirip terbiyeleyemeydi. Şuna okşar, her bir alimni başka adam okudu, terbiye verdi, lakin alıplar. Alim degan kolduğum espoya, da can soqa, pıslarlağın alim degan narsa emas. Hatta size hoşunuz bolsa, onun xiyalını bilmegenliginiz üçün, şu adamın xiyali asla onun alimlik qilib var. Alimlik yetiş, xuddi tabiat, Allah umma qilganda qo'rqinchaqlikni tanlamaydi. Beg'ayrat adamlarga xo'sh yo'q, o'rin adamlardan bezor. Bu davomli tirishchan bo'lsa odamlar
asta qadam ishga yetib borgan gap. Shunda bo'lganligi uchun bu ta'lim tarbiyaning markazi menimcha qadam yetib borgan, shunday o't qo'yilgan vijdonli odam. Agar bir odam qat'iy niyat qilib, men zo'rdan bo'lar, men olim bo'lar, men haybatli bo'layman, men chempion bo'laman deydigan yak kelsin, menimcha har qanday bir kishi menimcha shu darajaga bo'lsa, bu to'g'ri darajaga boradi. Talat degan har bir odamning ko'ngliga o'xshamaydigan bir shaq, uning o'xshamagan meva bor. Uni har odam o'zini tarbiyalab topilgan. Bizlarga Lincoln degan odamni Amerikaninki zo'rdan olgan, boshqa odamlar shuni tasvirlagan vaqtda davomli shuni bir aqlatxondan bir kitobni terib bilib, shu kitobni o'qigandan o'zi ta'sirlanib ketib, shu o'ziga tirishib zo'rdan olganligini deymiz. Boshqalarni ham shunday. Mesela o Sadir Pelvan'ıma, mesela işsiz bulmasa, ona kovuz ili tamına düşenmeydi. Yani o nozgunma aşıda hayvetli kız bulmasa, mancılar şu karşılık göstermeydi. Talim terbiyede menimce. Şu 4 yıl talim terbiyenin içinde özü terbiyeleştirip merkez kılış gerek. Muşlar bu kadar ögülük hiç asan bulundu. Onda iktidar ne bilen derken topladı? Buna iktidar dediğimiz zaman da hazır da var icadet devri. İcadet devri bağlı için icadet devrinde icadi iktidar asaslı orun durdu. Burun bence Adem ve iktidar diye kitapta 4 türlük mesela oturup koyalım. Bu 4 türlük işlemezsiniz akıl, bilim, maharet, muhit diyenler oturup. Ben de hazır karşımda çoğu desem ben takım ilgilem burada fikir, tefekkür şekli ve muddua. Sen de 4 yıl alamet bozma sen mudda'yın değil mi? Ne işletmek şu bilim ona diye meseleyle kumsak bulmayken de. Yani birisi tefekkür çoğu dese devamlılık iki sürünü yazı olup amin deyip tutsak bu bir tefekkür usulü. Yani bir kaç formülü yazılı olup meallem bulaştırma ahmet yok. Çünkü o formüllerini yazılı oldu en akıl özü icat bulmasa, özü yer fikir bulmasa ballar nemile yetekleydi o. Şunun için şundak meselelerini karab durup biz tefekkür şekli neydi mühim ki. Tefekkür şekli degende icadi tefekkür. İcadi tefekkür desek hukuk gidip mühimde menimce icadi tefekkür her bir adam savatlı, savatsız çok bilimli yoki bilimsiz odamning har qanday qilishi mumkin bo'ladigan har qaysi o'z layiqida qila oladigan har qila oladigan tafakkur shakli deb qarayman. Men bizning burun mazhab Bashkiramninki ko'kkat degan bir yezdi cho'ng bo'lgan. Bizningki yurtimiz dar yer qiz, atrof soy. Biz bu yerda soyni loyiltib tafakkur qildik. Soyni loyiltib et ochadi. Men loyiltiblab ayan loyiltiblab u yerni qilib menga tegan so'qab suv ochimizda. Aşağı qilib bu her bir etizimiz uzak müddet aşından layıkçılarımızdan kengre etizimiz kengre bardı. İcadi tefekkürme xuddi maatizde qo'shganda. Maatizning şeklini nima etsa biz aslida yo'q bir sayga bir etiz qilish uchun biz yana bir tefekkür kirdik. Endi bu yerga qanday meva qo'yamiz, yamshib qo'yamiz, ikkinchi yana bir qatlam. Endi qaysi mevalar yaxshi ketgan yana bir qatlam. Uni qaysi bozorda qancha pul oladigan yana bir qatlam. Onun qaysi zavodda jago qilganimiz yana bir qatlam. Demak, ijodiy tafakkur degan har qanday ilm qilish bo'lamki, bo'lmamligi. Menimcha har qanday ilm qilish. Iqtidorga shunday olti mazmunni o'z ichiga oladi, ijodiy iqtidor, buning ichidagi yadroliq masala tafakkur shakli. Tafakkur shaklida ijodiy tafakkur deymiz. Undaqda kamalatlik odam hukumini qanday tushunasiz? Biz kamalatlik odam hukumini biz shu yuqorida so'zlab o'tgan hamma narsa qo'shilgan odam. Kamil inson degan nima aytsangiz, umuman ijod qiladi. Hozirgi bizda bilib o'tgan 6 turli iqtidorda o'zida jamlagan va shuni amalda yo'l qo'ya oladigan odamlarni biz kamalatlik inson deymiz. Kamalatlik insonning birdan bir aloyligi birdan bu yoqqa bosh urib, birdan bu yoqqa bosh urib, birdan din o'zgartiraman, birdan til o'zgartiraman, birdan oyoqqa, birdan bu yoqqa o'tmaydi. U intayin zira bir nazar bilan o'zimni qanday qilib kuchaytiraman, jamoatimni qanday qilib kuchaytiraman, bola chaqamni qanday hayvatlik odamlarga aylantirman deganda planlaydi. Uning ko'nglida o'zining fikri bor. Uning har qanday ulug' odamning gapini anglasa, u mutolaa qilib, mushohida qilib, to'g'risini qabul qilib, xatosini sukut qiladi. Undaqda shu ota-bobolarimizning iqtidor va ijodiyatlariga qanday qaraysiz? Bizdeki ata-bobolarımız umuman
maqalva vaqtida insoniyatninki aqli echilish jihati aytganda tunji qitim aqli echilgan insonlar guruhi bizningki millatimizningki o'sib chiqqan makoni asosan Tangri tog'ning ikki tarafi Oltoy tog'lari bo'laqmi tarixdan Xorazm uchib bo'lgan Markaziy Osiyo bizning bovullarimiz yashab chiqqan, yashab kelgan bu zaman quruq. Abi yuqorida bitta ketdik bu zaman yana mo'tadil. 4 fasl aniq. Odamning aqli 4 fasl aniq bo'lgan jo'grafiyalik rayonlarda nayt tez taraq qiladi. To'liq issiq va to'liq muzliq rayonlarda yashamoq birisi to'liq issiq rayon, ularga hech qanday talab qo'ymaydigan yalang'och yo'sin bo'lgan holat keltirib qo'ysa, to'liq sovuq kelgan yerlar u maqolada turmush sharoitlarini o'zgartirishda ta'sir bo'lganligi uchun aql tez taraq qilmaydi. Bizningki baxtimiz bor, ulug' qavm. Shular bo'lganligi uchun bizningki qavmimiz Markaziy Osiyoga o'rnashganligi uchun aql ichilishda dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turgan xalqlarmiz. Biz albatta birinchi qitim tarixga kirgan insoniyat hozir Pamirdan, tarixdan topilgan narsalar muqaddam. Shular keyingi ishni birinchi qitim o'rgangan bo'lsa, ikkinchi qitim ot ularni ko'ndirishli bo'lsa, uchinchi qitim temir qurollarni yasagan. Muşlar bo'lgan uchun biz buniki ijroq bo'ldirimizni biz ham hozir saq deydi, sol deydi, to'g'ri deydi mamlakatlar bor. Buniki eng beshi Sumer. Sumer deb atalganlar bizning ijroq bo'limiz. Endan keyin bizningki bo'limiz soldat, to'g'ri deydilar. So'g'di deganimiz asosan shamanizm davridagi ot, to'g'ri deganimiz bizning buddizm davridagi ot. Eng oxirida Türk Uyg'ur xalqi mana shular bilan birga shu bizning ajdodlarimiz bu shu rayonda yashagan narsalarga yasalgan narsalar, masalan bizningki Cumhur Xalq Cumhuriyatining a'zosi biz endi bu yerda o'q dorisi, kompas, qog'ozchilik, matbaachilik ijod bo'ldi deb xo'sh bo'lamiz bor. Biz faxrlanamiz. Xuddi shunga o'xshash bizningki vatanimizda burungi bizning bo'ldirimiz yasagan narsalar, qog'oz, matbaachilik degan xuddi shularga o'xshash muqaddam bundan burun Uyg'ur xalqining bo'ldir yaslab chiqqan, ijodkorlikni yaslab chiqqan. Bo'laqmi bizningki madaniyatimiz mushayda o'zi so'q ko'proq bo'lgan biz asosan Jumhuriyatning g'arbiy shimol rayonida yashab kelayotgan xalqlar bo'lganligi uchun yoki biz Sibir dalasiga tutib turgan rayonlarda yashaymiz va yoki Oltoy, Tangritog' rayonlarda yashaymiz. Hatto ba'zi chog'larda ajab bo'lganda qanot navoat kang kirilgan, yiroq Ural taraflarga urilgan taraflarimiz bor, Kavkaz taraflarga urilganlarimiz bor, hatto Anatol tarafga urilib ketganlar bor. Shular bo'lgan uchun bu rayonda ijod bo'lgan narsalarniki keyingi ishlar asosan qilich qalqon, hurmat qurollar. Bu narsalar. Andan keyin bizda burun o'zi masalan bomba yasash, bombani asosan kirsin. Hozir may shu chaqda üstü uch nebit quduqlarda bomba yasab, bombani o'tni otadigan. Andan keyin manchalar, andan keyin kigiz yasagan, kigizchilik bizning shu o'rtasi Markaziy Osiyo xalqlari cho'ng bir sanoat. Andan keyin bizdagi bu aytlar, so giladiganlik keyingi sanoatlarimizda bizda mana cho'ng ashliq tipdagi narsalar ko'p. Bizniki ijodiyatimizda bu yemek içmek medeniyeti jihatdan biz birinchi qitim mushu rayonniki ishlar ham narsani yeyish mumkin bo'lgani uchun yemek ishlar pishirish masalasimi tunji qitim bizda ko'mak shaklida taraq qilib chorvachilikdagi mahsulotlarni pishirib ishlab chiqargan narsalar shu yerdan boshlanadi. Avval ko'mashdan chorva demak xamir bilan go'sht qo'shish. Mushu yemek içmek medeniyetimizni taraq qilish uchun nurg'un masalalar bor. Bu maqolaqan chog'da bizningki shu o'g'illarimizningki masalan Allah imom bag'adiyada qilgan bo'lsa, burun Harunni biz yasaganligimiz, masalan Harun qanday vaqt yasalgansiz, masalan bizga Qang'aloq degan nom bergan o'g'izgan bo'lmiz, Qang'aloq degan Uyg'urlarning bo'g'illarimiz, burun Uyg'urlar. Bu qanday vaqt berilgan desa, biz o'g'izgan jo'rchitlar ustiga, o'rimxon ustiga, oltinxon ustiga bostirib berib, shuni g'alaba qilgandagi qaytqa vaqtida shu o'g'illarni ekitgan bir narsa yo'q. Şu eden şu çağda Harun'u icad qilib, cansız bir narsaga
yani cansız yağaçta yazılgan narsaga canlılık malni qo'shsa ta'sir bo'lganligini ijod qilgandan keyin shu chog'da shu edib shu Oğuzhan unga Qanqaloq deb nom bergan. Qanqa degan shu chog'da bu Harunning nomini qan deb Qanqa deganda ovoz chiqishdi. Endi Urumga ya'ni Rimga hujum qilib, g'alaba qilib qaytgandan keyin Oğuzhan va Salyasga edimga qıçaq deb demek. Demek Harbo Sal deryanı ötüşe mana o'sha Volga daryosi, Idil daryosining o'tgan vaqt yozgan. Shu nomlarni bergan qaraganda bizning bo'g'illarimiz azaldan bir xil ijod etdi. Qo'llaydigan. Har qanday ishda o'zidan mustaqil kalisi tayinib, qurol yaratishdan tortib, barliq qatnash qurollari bu narsalarni o'zi bilgan. Eng oxirida bizning Mahmud Qashqarning yerni bir jumla holatda kelib, bizni dunyoning markaziga qo'yishga sabab bo'lsangiz, mana shunday necha ming yillik ijodiyat tariximizning eng oxirgi qadam degan shaklida bizden de hazırlıklı barlıq kelgan eserlerden qarayan bo'lsak mayli. Oğuzhan dastanidan biz Divan-ı Lug'at Türk ve şu Qudaqlı Bilekişlik arlıqda qarayan bo'lsak, muş eserlerdeki seviyesi, kurulması şu çarpı dünya boyunca hiç qanday başka milletden adamlar yadı olmagan şekilde. Onu bazılar onun oquştu, bazılar bunun oquştu bakıda. Her edep özden okuyan kitaplarga qarab onu bunu deydi. Lekin Yusuf Qasajev'nin ki koygan ilim sistemi ise mesela ta hazırda onunki erkek, kişi ve erkek kişi birimden tuğulgan bize akıl ve ahlak oğulları katarlık meselelerde muşu ilim fizikisi hazır terakki edip hazır bizim Einstein, Newton hazırda muşu edimlerin talimatları da ispatlı durmakta taraflar var. Demek ulanınki icatlıkları bir kitap emez. Bu bütün dünyanın ilimini özgürtüğün bir linye, yani ilim tetkik kıldığın bir usulünü, metodunu otur koyun. Yani Mahmud Qashqarning kitabı mı? Divan-ı Lug'at Türk. Bunun da otur koygan tüz usulü hiç de okşamaydı. Yani buna Rusya'nınki nayet katta alim Bartolit, bu bizim Merkezi Asya'nı tetkik kılıştan daha çok atılgan adet. Şu Bartolit mi? Mahmud Qashqari yazgan bu kitap başka hiç qanday qabillarda yok usullar yazılgan. O özü mustaqil fikir qilgan edi. Yusuf Qasajevning kitabini çoğalsa hem yerde o şahlar desturi, o biz mesela bu şu vaktimizde, kanun bilen devlet başmış meselesine otur koygan. Kanun, akıl, ahlak, muş meselelerini şu şekilde bekitip devletin kanun düzümü öğrendiğinde değil. Muş meselelerini şu şekilde başkalar koygan emas. Başkalar koygan emas. Bunun doğrusu yok şu vakit. Yani hazır oranki şunçilek, şu işlerin yerimçilek bir narsa yatkanlar daha çok bilinip gidiyordu. Yani bizden şu hazır alimlerimizden ait katta şahsiler çıktı. Şuranınki yazılarımın hazır bir ismi, kitapların bir ismi var. O hazır meclis yani çıktı şu kişi. Şu adamınki yazılmış edebiyat tarihimizde kayıt yazış diye mesela oturduğunda şurada bu adamımızın şu Cumhur boyunca Divan-ı Lug'at Türk şu Qudaqlı Bilik şunca hayvetlik eser. Biz şu bakıştan öğrenmegenimiz, şu çağda tercüme kılıp bilmegenligimiz zor hatalardan kuraydı. Demezse biz Sudunfo, Su şirdigen bizden hayvetlik şairlerimiz boğan, tam devrinin şairleri, son devrinin şairleri boğan. Lekin bu şairlerin yazganlarının en yukarısı 20 misralık, en küçükleri 2 misralık narsa bulup biz hiç kadar vakti bundan hayvetlik eser yazgan emas. Biz yenimizde şunca uluk adamlar tutsa biz uyumundak. Hem de hazır bu bizim edebiyat tarihimizde yok. Bu bizimki Cumhur'un edebiyatını toluklaştı. Bu çeksiz derse bunu bizimki edebiyat tarihimizde nece 100 yıl sürdü. Şunun için bunu itiraf kılıp bizimki edebiyat tarihimizde kayıt yazmış çıkışımız gerek değil. Ne için kayıt yazıldığını bana bu eserler bu kadar için bunu bilgilerle bizim devletimizdeki hazır nurgun halklar, koşullar devlet gibi. Şu halkların hiç karşısında bunlar eserler bu kadar emas. Yani tek etip kalsanız meylem bizimki yurtumuzga nurgulgan sırtın ağırlığa bastırıp gelген. Biz bularını bastırıp bağlan. Bundan tarihine köp. Bu işin jaryanlarda biz ne böyle aman kaldı? Mesela Uygur Xandallığı şu Orhun tarafta bayram boğan deyken birden dikilip mağda bize Cemsadın
İdiqutqıcha, İdiqutni merkez qilib kuchaqlash bo'lgan bir xonadon, oyanda qarqon qolib, oyanda endi. Sebep uyg'urlik xonadoni qurilib ketdi. Nima uchun? Bu bir qobiliyatli, intayin kuchli ijodiy xarakteri bor millat. Endi hozirgi davrda bo'lmasa, hozir davrda bo'yicha hozir bizniki adiblarimiz, artistlarimiz bu jihatda qavqda yana bizniki nayda zo'r bir olqish ega bo'lgan san'atimiz bor millat Jungoda üstün urinib turibmiz. Lekin biz buni dunyoga tanishtirgan taktik jihatda dunyoviy san'at qilib buni chiqish jihatda bizniki qobiliyatimiz ba'zi millatlarga sanashtirgan aqid turdi. Biz özümüz Uygurlarla ufuturup hem bir meseleni. Mesela bu kitaptan yazdık. Hiç kadar bunu İngilizce kaldıramayız. İngilizler aldıysak, Hanzlar aldıysak, yani şularla çıkıp bizim bu kitaplara pul çıkıp satalayan adamlar olsa, dünya tanısı buladı. Menimce bizim milletimizin icatçılığı, tarih icatçılığı karga vaxtıda, hazır icatçılığımız menimce anca emez, de karayman. Yani girip bizdeki milletimizde hem de hazırmış o. Ata-babalarımızdan ki her işi özü müstakil oylayalım, öz kallasını oylap, öz dilini sözlep, öz kolunu kıldan halk. Yani hazır nurgun narselerde, Xuddi Uyg'urlardagi nurgun özü işemeydigan, özü işleyatgan başkalar bizim milletimizden osmonchi bir olim chiqsa, akşamlık bir hanzuchi kitapta bayar, ya başka kitapta bayar köymeydi. Nima uchun desangiz, uning dili davolib ketgan. Bu özünün hayvati ulug' millat ekanligini unutgan. Bu millatning ijodiyat tarixida Jungoda mı yok, Avrupa'da mı yok, başka dünyanın her kadar yeri yok icadiyatlar biz bo'lgan millat. Bu icadiyatlardan ki bazıları gerçi karxanalaşıp, sanatlaşıp, dünyaya yomrab turamız ama bu bir halkın kalbide var. Halkın ki şu kalbideki bir hazır vücuş urup, bazı doktorluk sistemi olan, bazı aşkhana sistemi olan, bazı vakta karxana sistemi olan, yemek işe olup çekilmedi. Menimce muşudan icadiyat yol bulmazsa Uygurlarda hem pul buludu, hem akıl buludu. Muşu ata-babamızdan kalan gen, irsi genin en kadri yeri nima dese, bizga ijodiyat ro'yi, o'ylash, o'z qo'l bilan ishlash ro'yi bir turdi. Bizning ota-bobolarimizdanki men shu vaqtim Anqaraga borgancha shu narsa qildim. Ular mana shu Divan-ı Lug'at-ı Türk deganni bu odatdagi bir kitob emas, butun Markaziy Osiyo bütün xalqda tushunganda nima qilsa mush tilni mushni shunday qadrlab saqlaydigan mushunday mahmud chiqmagan bo'lsa biz bir bayram bo'ladi deb qaraydik. Shunga bizdeki bu büyük alimlarni başkalarga serishtirish tez, ama bunu biz tanıp davamlı qadrlab her birisimiz o'yligi resimlerini esip onun kitaplarını okup ve şununki izchisi bo'lgan hozirgi munavvar yozuvchilarimizning kitaplarını okup bunu qalbimizga pukishimiz kerak. Bunu hem başka tillarda başka taqishimiz kerak. Eğer bizim narsalarimiz taqaydigan, men shunga to'liq ishlayman. Bizim narsalarimiz taqaydigan dünyada albatta ularni bizning hayvati millat ekanligimizni bilib qoladi. Agar biz o'zimizning gibiga o'zimizni iyolab boshqalar ufturtmay mushtab turaverganmiz, bu haq to'layamadi ekan. Men deyim shu millatda o'rib o'g'isa, menimcha bunda shu millatlarda yo'q fikrlar bor deb qarayman. Kunduzum keldi. Yeni bir avlod chash qaraytish yuyusi yo'qlab kunduzum bir qatim yuyish bilan chechingizni unumli qaraytib sizga kunduzda qapqara ham paqroq chach ato qiladi. Kunduzum. Xinjiang Gullan xalqaro savdo cheklik shirkati. Özemning chiyi. Undaqda biz shu falsafa hukmini qanday tushunsak bo'ldi? Falsafa degan bizning barliq maktablarimizda o'qitilayotgan falsafa darsiga bor. Davlat boshqa o'quvchilarni tartib, eng oddiy fuqarolarga hammaylar falsafa deymiz. Endi o falsafa deganda nurg'ulg'an hukmlarni yodlab,
bir ömür ketayotgan kishilar bor. Endi bu falsafani hayotga tatbiqlab, yaxshi bir ish qilish, o'zining turmushini yaxshilash uchun mana shu model tushunish kerak deb qarayman. Falsafa nima qiladi desa, bu odam zoti nima uchun yashaydi? Qanday yashaydi degan masalaga javob berdi. Nima uchun yashaydi deganda ba'zilar o'zim uchun, ba'zilar vatan uchun, ba'zilar dinim uchun, ba'zisi millatim uchun deyish mumkin. Nima uchun bo'lsin, umuman qilganda odam ma'lum narsa uchun yashaydi. Mushundaq bo'lg'ilish uchun qanday yashaydi degan masalada endi. Bu men uchun ma'lum narsa uchun yashaydi deganda bu ham oxirida bu bir e'tiqodga berib taqilgan dunyoviy qarash masalasi. Dunyo qarash masalasi berib taqilgan. Masalan, biz Marksizmchilar, biz Marksizm falsafasi bo'yicha modda ongni belgilaydi, ha? Biz o'zi tashqi dunyodagi narsalar bizning ichki dunyoda belgilaydi deb qaraymiz. Bu bir xil falsafiy qarash. Lekin bu teoriyani ming qator da'vatsak bizga bir tal ushbu tushmaydi osmonda. Bu qanday vaqt jonlandi desa, sen nima uchun yashaysan deb so'rasa bizdan. Odam degan o'zi ham o'zining nafsi bor, ham axloqiy talab bor narsa. Shunda vaqtda uchun men uchun yashayman. Bu bir dunyo qarash. Nima uchun desa, shu tarixda bu yangi asosli bu nima uchun yashaymiz degan masalalar qurgan narsalarni barliq tutum dillavini misollash mumkin. Masalan, bir tutum qarab bir uchun, shu ruh uchun, islom kirganda islomning ruhi uchun, budizm kirganda budizm uchun bo'lib ketgan taraflarimiz bo'ladi. Bu ishlar uchun yashaymiz. Endi qanday yashaymiz degan masalada, qanday yashaysak masalan, kulli zikr ibodat qilsak qo'sqinlik ochadi, buni qanday hal qilamiz? Endi har bir o'zi masala aqlimiz yetgan vaqtida buni qanday hal qilamiz degan masala bir aqliylik masalasi. Birisi zahadim şey ruhiy masala bo'lsa, ma'vo aqliylik masalasi. Menimcha insoniyat bu aqliy masalani hozirgi hal qilishda birisi pan yo'li bilan yashaymiz degan qarash. Yana birisi demokratik yo'lda yashaymiz degan qarash asosiy o'rinda. Bizning sotsializmni tek aytganda demokratiya uchun qurilgan va demokratiyani asos qilgan bir xil liniya Marksizm degan. Shunga insoniyatningki hozirgi shu qanday yashaymiz degan masalaning javobi pan va demokratiya yo'li bilan yashaymiz dedi. Bunun en ahırında dediğiniz komünizm buldu. Yani komünizm var, qanday şekilde, qanday bardalıqımız doğrusunda hiç qaysımız undaq parazlarını qilgan bilan madda formulani tuzmaymiz. Bu ishlar bo'lganligi uchun biz menimcha birisi umuman qilayotgan chog'da ilm fan o'rganish har bir kishi uchun aytgan chog'da menimcha qanday yashaymiz deganga har bir odam uchun talab. Demokratiya deganimiz umuman qilayotgan insoniy huquqni e'tirof qilish, kishiningki haqqini uning izzat ikramini saqlash har bir insonning vazifasi. Umuman qilayotganda qaysi bir odam, qaysi bir guruh ishlarning manfaatiga chaqiradigan, bir turkum insonlar bir turkum odamni bo'zaq qiladigan, bir turkum kishilar, bir turkum odamlarni undaq bundaq deb haydab yuradigan, bu o'zi hozirgi insoniyatningki o'rtaq yo'l qo'ymaydigan masala. Falsafa menimcha mana shunday demokratiyani buzayotgan, fanni buzayotgan, kishilarning inoq yashashni buzayotgan narsalarni tuzishni o'z ichiga oladi. Endi shunday bir o'zi fan va demokratiya menimcha insoniyat uchun falsafaning bergan javobi. Eng oxirgi retsept. Endi bu eng oxirgi insonlar buni konkret ijro qilayotganda bo'ldi, konkret ijro qilgan vaqtda avval men bir jismoniy odam, shuni qo'sqinga tamoq yeyman, kiyinaman, turar joy lozim dedik masala. Mushlar men eng oxirida o'zim uchundan aslan men jamiyatim uchun, millatim uchun, hatto eng oxirgi e'tiqodimiz uchun bo'lgan ish. Mushlar bo'lgan vaqtda odam eng oxirida o'z jamiyat uchun o'zini sarf qilgan, o'zining kuchini taqdim qilgan darajaga berish masalasini falsafa hal qildi. Bu falsafadanki umumiy hal qiladigan inson nima uchun yashaydi, qanday yashaydi degan masalaga bergan abstrakt nazariyaviy javobi.
Endi bu har bir adam aminlashtirgan vaqtida jo'q desa, hozir odamni markaz qilamiz deydi. Buni 2000 yil burun buni Greklar odam barliq şeylerning ölçümü. Bütün dünyadagi barliq şeylerningki mezoni o'lchami odam degan masalani o'tirib qo'ygan. Endi nurg'ulg'an olimlar bor deymiz, masalan, birisi tuproqni, birisi suvni, birisi havoni tadqiq qildi deydi. U maxluqotni hamma tadqiq qilgan olim bor. Endi bu odamningki eng negizli falsafiy qaragan vaqtida odamningki falsafiy mazmuni nima desa, odamni markaz demamsan, bu degan gaplar da'vat, nimasan da'vat, tuproq tadqiq qilib olim bo'lamsan, uni qilib. Lekin falsafa insoniy hayotni yüksek bir baldak ko'tarish uchun insonda tahi echilmagan sirni echish falsafaning bosh vazifasi. Falsafaning eng yüksek vazifasi odamga o'zining kam joylarini quturish. Odamda yoshirib turgan qobiliyatni tepish. Odamda hozircha hal olmayotgan insoniyat tahi, ya'ni gunoyi azal bo'layotgan. İnsaniyat tahi o'zi to'g'ri deb vaqirab ketsa bu, lekin tabiat qabul qilmayotgan. Jamiyat qabul qilmayotgan, insonlar bir millat qabul qilsa, yana bir millat qabul qilmayotgan mashallik masalalarni o'ylashish falsafaning vazifasi. Buni hal qilishda falsafa birdan bu yo'ldan bunday hal qilib deydigan gap yo'q. Buni hal qilgan negiz insonga ozodlik berish, hurlik berish. Buniki hurlikning tub maqsadi insonda yoshirib turgan qobiliyatni ichish. İnsanın burunqi qabiliyetsiz, biquru, tilimchi holatda hayvatlik, kishilarga saqilib birlaydigan, ishlab chiqaradigan, ijod qiladigan odam aylantirish masalasi. Mening uchun falsafaning eng yuqori vazifasi. Buni millatdan burun o'tgan Sokrat o'zini bilish deb atadi. Uning o'zini bilish degan nima desa, o'zini bilish, u o'zini bilish degan gapda hozir kishilar o'ziniga yaqinda kelib boradi. Bu bunday emas. O'zini bilish degan o'zining kamligini bilish. Bilimsizligini bilish. Tabiat oldida, dunyoviy bilim oldida, naytib bizning tarixdagi ulug' olimlarimiz oldida, ularning bilim tog'larini, bilim daryolarini yig'adigan bo'lsak, biz hech nima emas, biz bilimsiz. Bizning o'zimizningki aqlsiz, bilimsiz ekanligimizni tonish odamningki bu tonitish va tonish falsafaning asosiy masalasi. Mushu tonigan vaqtda aynan odamda olqish, tafakkurda olqish, kamiyatni to'liqlash, uning ijodiy tadbir qo'llanish bo'ladi. Qaytishlik maqtash, qaytishlik shuar to'lab bir-biriga xushomad qilish, bu idam ahmoqliklar jago. Qaytib ketgan kitoblarni umr bo'yi o'qib, hech qanday tafakkur qilmay, bu o'zi yangi narsa ijod qilmayotgan, uni bir xil jaholat. Uni hargiz madaniyat degan bo'lmaydi. Madaniyat degan erkak fikrlarningki shunda muzika qo'shash, intayin lazat erkek fikrlar yo'l qo'ygan jamiyatningki bir xil tinch, ittifoq degan haqiqiy nazariyasini ekib beradi. Shuning uchun falsafada menimcha bundan hargiz tillar bo'yicha, kitoblar bo'yicha yodlash emas, men qanday edam, ichki dunyoyimda qanday sirlar bor, men qaysi kamchiliklarni yoshirib, o'zimning bilmasligini yana biladigan qilib ko'rsatib, saxtapazlik qilyapman. Menimki millatimning umumyuzlik olg'a bosanmasligi sabablar nada? U millatda yoshirib qushlar bormi? Jungoning qurilishiga yaramdi. Agar jungoning qurilishiga yaraydigan bo'lsa, bu yo'lni qanday ochamiz? Bizniki barliq aqlimiz faqat til va boshqa deydigan quruq gapdimi yoki insonda yoshirib yotgan bizniki qobiliyatni ichib dunyolashtirish, mamlakatlashtirish masalalarni hal qilish bo'yicha falsafaning asosiy masalasi. Agar Uyg'ur xalqining qobiliyatlari echilmaydi ekan, u bizning jungoga xizmat qilgan darajaga bormaydi ekan. Jungo xalqining qobiliyati, yoshir qobiliyati echilmaydi ekan, u dunyo xalqiga xizmat qilgan qobiliyati bormaydi ekan, bu hargiz falsafa bo'lmaydi. Bu safsata bo'ladi. Undaqda o'sha Uyg'urlardan rayon davlat halqigan mashhur shaxslarning chiqishiga umid bormi? Bu masalaga siz qanday qaraysiz? Men bir o'zi Xayrizo hikmatida mandat gapni olgan.
bir tane şu Steakhouse deydi o. Bu kişi bu hikmet deyip de bu muşunda kahveni her kıtında aslında besip az besip şundan çında ki bu kahve pişka vakta nemenin ki yağış, kar yağışları yağışı da ketipti deydi. Xuddi her yerde kesmesi bulmaydigan derecede kahve ketipti deydi. Bu nemeni gösterdi dese bir şeyi vaziyetinin, cemiyetinin terakkiyatıga yetişemey to'liq besib ushlaversa bir tarafdan titib uning bedelini chidam bo'ladi. Bu bir. İkincisi, bir odam o'z kamchiliklarini tanimay mal'um bo'lgan bo'lsa, endi bu hozirgi olimlarimizning ichki dunyoyimizda saqlanib yotgan yoshirin kuchli ich ta'limotlarga bay'at qilib, agar yaqinda tirib bo'lgansa o'zi ichki dunyosini bossa, u o'ziniki kamolat yetgan ulug' olimlar o'xshashlikni bilsa menimcha, u bir xil intilish bo'ladi. Bu ikkinchi taraf. Yana birisi o'zining haqoratli to'y o'ringa tushib qolganlik. Ba'zi odamlar bor, shunda shu o'rinda bunda haqoratli narsaga ushlab qolgan siri xat to'xtab turib, men bunday qilayotgan yana bir xil, u bir xil besib bir xil kuchni keltirib chiqaradi. Endi men bu shu Yahudi milletining kitobi bunda qildi degan gaplarni chiqqanlab ketdi. Endi men deyman bo'lsa Yahudi milleti bundakin deb agar Yahudi milleti to'g'ri aytgansa sen mangu Yahudi bo'lolmaysan deyman. Nima shu Yahudi sen qilmagan qiliblarni qilib bo'ldi. U Yahudining kitobida sen o'rganmaydigan ba'zi masalalar bor. Sen qanday Yahudi o'xshash bo'lsa, Yahudi qilmagan qilib qilishdi. Yahudi qimmat işte bir qilib şu Yahudi xalqima makonslashib, uni bulab, nur riyozatlardan keyin ashuna qilgan. Endi bizlar Jungo'dagi olimlarimiz ko'p vaqtida yozgan vaqtda bizlar Jungo xalqininki shu kelib chiqish tarixidagi ahvollarni Yahudi xalqining ahvollariga selishtirib, garchi biz o'zi Yahudilarga tafsir bo'lmagan bo'lsak, biz lekin chet el tajovuzlarining kitoblarida qattiq ezilgan, uzoq muddat ashning onlarning qadriga yetgan, biz ozodlik deganning qadriga yetgan, har shunday ozodligimizni qo'g'daymiz. Hem şu da fırsatdan faydalanıp dünyavi sanaat, dünyavi iqtisadi liniya o'rnitimizda ba'zi shunday tirishchilikda. Men bu bir xil dolqib biz qilmasda vaqtida Yahudining qiliqini emas, Yahudining o'xshamaydigan bir qiliqni qilyapti Jungo. Menimcha biz shu Jungolik. Endi ayta bo'lgandan keyin biz shu liniya bo'yicha shu Hezbollahning orasida bayroqqa olib biz o'zimizga yana bir xil yugurish yo'lini olsak bo'ldi. Endi ko'p hollarda Yahudi degan hamma tarafda yaşaman lekin undan nurg'un. Biz sanatkar biz o'zi davomli o'zi bir xil diyonat, bir xil saxiy, bir xil xizr sifat kishilarga bahra beradigan bir o'g'lik tikilmoqchi biz. Davomli kishilarga daxl qilingan mekrlarga shug'ullanmaymiz. Masalan, Yahudilar shu kayvat olim bo'lishgan bilan billahi ularda nur bo'lgan mekri ishlar bor. Ular o'z qabilasidan boshqa, o'z millatidan boshqa millatlarni o'z ko'rgan yomon odatga kirib topildi. Menimcha bir millat davomli boshqalarni qiyishilgan, o'zidan boshqa o'z yo'lidan bo'lib bir holat chiqib qolsa, u gum bo'ladi bir kun. Menimcha bizning millatimizda umumiyatchilik, yuqori. Bizning millatimiz mehmondo'st bo'lib qolmay, yana kang qo'sa, hayvatlik bizni mehmondo'st bo'lib qolmay, kang qo'sa, chidamli, sabrli millat bu. Bu hargiz hamma narsani qabul qilaverib, bulg'ilib ketish emas. Bu. Bu millatningki menimcha eng oxiridagi yoshirin kuchi bor. Yoshirin kuchi nima desa, yeniden tug'ilayotgan fikrlar. Men shuni ishonamanki, bizning Jungo'dek davlat tehdidlarini emas, dunyoga tehdidlagan olimlar chiqdi. Bu gap bizning millatimizning uni vaqtida bayqaydigan ko'zi bo'lishi tegishli. Uni nima qilayotganligini bilgidek seviye o'lchak kerak. Ondaqda söhbətimizin münasibətli suallarını bir sorsam, aldığımızda yeni Türkiye milletlərininki Novruz bayramı kilsə alıb duradıdı. Şu Novruz bayramı haqqında bir düşüncə verib ötən bolsanız. Novruz bayramı haqqında ko'p odamlar, ko'p professorlar, olimlar buni so'zlab o'tgan, yani bugun bir takrorlaydi. Novruz bizningki Altay tili tavasida, yani Markaziy Osiyo tilida
Aryan tili ve Türkiye til to'liq ağırlık etgan vaqtdagi ad bo'lib Navruz, Navbahar hozir uni ba'zilar farscha iraja dedi. Bu Altay tilining ona madaniyat vaqtidagi ad bo'lib Nav Yen Bahar Atyaz ve her kadar yeni haber kartıldı. Şunlaşka hazır Avrupa ve Amerika tillerindeki Hindi Avrupa tili da Nav digine Navs digine şularınki akbarat, haber, yeni haber digine. Şuna oxşaş, bu yeni şu vaxtda bizim ata-bobolarımızdaki tilida yeni bahar, baş ətiyaz, işlep çıkırışka, çarılarını yaylaqlar koyup birişke, bağ varallarını başkuruşka, yani işlep çıkırışka umumumuzda kiriş üçün elin barıdan bir bayram bulup, bu bayram, bu Navruz, milletimizin, boğullarımızın özü icat kıygan, öz tilimiz, vücudumuzdan çıkan, öz zeminimizge has boğan bayram. Bizden bayramlarımızın içindeki başka her kandak bayramı karganda Navruz en isil anneannege, yani işlep çıkırışka, hayatımızı saklaşka, yeni yıllarını kütüp olup, oğuzlu elip, milletten ronak tapırış karatılgan, hiç kandak hurabilik yok, isil bayram. Menimce Navruz'da hükümetimize iltimas kılıp, bunu resmi devlet bayramı katarıga, bizim millet bayramı kılıp tiklep boğuş aralıkta, bunu xuddi özümüzün balacaqsını, ata-anasını, kavmi qardaşlarımızı yaxşı görgəndək Navruz'unu yaxşı görüşümüz gerek. Yani onu şekil cəhətdə etken vaxtında, şekilde bizdeki mesela özü azı 40 yaşayan kardeşlerimiz var, mesela Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, başkalarını desek, şular bizdeki Türkiye halklarda nurgun kabiller var, azı 44 tilde sözleyimiz. Azı en Türkiye tilde sözü çıkan, bu tilinki dairesine ait kan. Bu tilde ta ki bizde şu yerden ta Kafkasçı bu ağırlıkta nurgunluğun milletler ötküzüdü bu ne? Bunlar mesela bizim tilimizde Türkiye tilde sözü çıkan halklar. Şunun için bu Navruz bayramının ötküz şekilleri umumen etmemde bahar, yazlık, yazlık terim, işlep çıkarışını kütü oluş bayramı. Onun da ötküzge vakitte sömelek, yani buğdayını terim, belki ünde hazırda bizim baş ünderimiz var, şunu başak sömelek işçil, bir urum ziraatın ki ün işine ümit kılıp dua kıldığan. Şu çağda bu Navruz bayramlarımızda umumizlik etmemde zarar etme öküzüp, çoğun nezir bilip şu nezirde tigişlik uyan, tigişlik derslerle bunu tebriklep işlep çıkışka kızgın kılıçlığa o işte bir bayramında. Menimce bu bayramın ki tarihi əmiyeti, menimce başka bayramlarını bezmişiydi. Bunu barlık her bir adam kurban et, roza et, öküzü vaxtımızda Navruz'dan ibaret bizden anıcan vatanımızdaki izzet, ikramı için kurulgan bu bayramını cennetten artık görüş gerektir. İslam Canaka sizin kıymetli vaxtınızı çıkarıp bizge özünüzün hayati faaliyetleri, şundaqla tədqiqat neticelerimiz bulupmu Yaşayış Saniyeti namlı kitabımız doğrusunda təfsili düşünce bəgərlikimizge tordaşlar namıdan yani bir qaytım rəhmət etmə. Gölüre Xalqara Sosiallik şirketi təminləyən bir yürü sağlamlıq məhsullatlarını sizge köngül soğuk qılmaz. Rəhmət sizge. Rəhmət. Qadirli tordaşlar, Qalb Sadası programımızın 3. sani muşu yerda axırlaşdı. Sizlərning programımızga qarata qimmatli təklif fikrlarni berib, biz bilan birlikdə program başqurishinglarni samimiy niyatda umid qilamiz. Kelasi programımızda görüşaylik. Xayr xo'sh.